Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Amir Temur razvedkasi ayni qaysi janglarda g'alaba olib kelgani haqida gaplashamiz. Masalan, yosh Amir Temur Shahrisabz atrofidagi qo'shinlarni kuzatib, oz sonli askarlari bilan dushmanni mag'lub etdi. Farg'ona va Kesh yurishlarida mahalliy savdogar va hunarmandlar yordamida dushman ittifoqlarini oldindan bilib, muvaffaqiyatga erishdi. Hindistonga yurishida, jumladan Dehli sultoniga qarshi janglarda sirli xabarlar va kuzatuv ma'lumotlari asosida tezkor hujum amalga oshirildi. Shahrisabz va Samarqand hududida ham bu nozik tizim tufayli ustunlik saqlab qolindi. Sharofiddin Al-Yazdi va Ibn Arabshohning Futuh ot-Temuriy asarlarida aytilishicha, Amir Temur o'z razvedkasida til biluvchilar, hunarmandlar, savdogarlar va dehqonlarni mohirlik bilan ishga solgan, sirli yozuv va maxfiy yo'llardan samarali foydalangan. Shu yo'l bilan dushmanni aldamchi harakatlari orqali mag'lub qilgan. Tarixiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ma'lumot va kuzatuv ustunligi janglarda muvaffaqiyatning eng asosiy omili bo'lgan. Bugungi kunda ham harbiy yoki hayotiy strategiyalar uchun axborot va bilim ustunligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shunday qilib, sirli xabarlar, mahalliy kishilar va kuzatuv tizimi Amir Temurning g'alabalarida hal qiluvchi o'rin tutgan. Bundan shuni anglash mumkinki, nafaqat bugun, balki xalqimizning buyuk tarixida ham bilim, strategik fikrlash hamda ma'lumot ustunligi muhim ahamiyatga ega bo'lgan.